Bismillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammaga xayrli kun. Hurmatli kanal kuzatuvchilari, tibbiyot talablari, shifokorlar. Bugun siz bilan ko'rib chiqadigan kasalligimiz, ya'ni dizesimiz o'pkaning restriktiv kasalligi haqida. Albatta kasallikning ta'rifi, etiologiyasi, patogenezi, makro mikro ko'rinishi, asorat oqibatlari haqida gaplashib chiqamiz. Demak, restriktiv kasallik o'z aslida nima? Bu o'pkada nafas olish, ya'ni inspiratsiya fazasida to'liq kengaya olmaslik, nafas olganimizda o'pkamizni to'liq kengaya olmasligi holati bo'lib, o'pka hajmining pasayishi bilan xarakterlanadigan xastalik hisoblanadi. Bu kasalliklar alveolar elastikligini yo'qotishi yoki ko'krak qafasining kengayib cheklashi mumkin. O'tgan dars safargi videodarslarda distress sindromida ham aynan mana shunday holatni ko'rgandik. Ya'ni alveolar elastikligini yo'qolib, kengaya olmay qo'ygandi. Ichida suyuqlik to'lib, chiqib ketmasdan kengaya olmay qo'ygandi. Unda ham nafas yetishmovchiligi rivojlangandi. Bu xastalikda ham xuddi mana shunday holatni ko'rishligimiz mumkin bo'ladi. Kasallikning etiologiyasi. Kasallikning etiologiyasini ikkita katta guruhga bo'lishimiz mumkin. Birinchisida o'pka parenximasiga oid va o'pkadan tashqari bo'lgan sabablarni ko'rib chiqamiz. O'pka parenximasiga oid sabablarimiz nimalardan iborat? Bu guruhga interstitsial o'pka kasalliklari bo'ladi. Ya'ni idiopatik fibrozlar rivojlanishi, idiopatik pulmonary fibrosis, pnevmokoniozlar, chang kasalliklari, silikoz, asbestoz, ko'mir qazuvchi pnevmokoniozi, sarkoidoz xastaligi, dori induklangan fibroz, amiodaron, biliametsillar natijasida fibroz rivojlanishi, radiatsiya bilan bog'liqlik fibroz, kollagenozlar, sistemali skleroz, revmatoid artrit, sistemali qizilvalchanka kasalligi. Har birini tub mohiyatida o'pkada fibrozlar rivojlanadi. O'pka qo'pol qilib aytganda qotib qoladi. Nafas kiradi, hajmi kamayib ketadi, lekin kengaya olmasligi bilan namoyon bo'ladigan kasallik hisoblanadi. Ekstrataralkal sabablarga nimalar keladi? Neyromuskulyar kasalliklar, miasteniya gravis, ALS kasalligi. Neyromuskulyar kasalliklarda mushaklar kontrakturaga uchraydi, qotib qoladi-da. Kengaya olmaydi bunda ham. Ko'krak deformatsiyalari, skolioz, kifoz. Ortiqcha tana vazni, ekstremal semizlik va diafragma falaji. Diafragmani vazifasi ko'krak qafas va qorin bo'shlig'ini ajratib turishdan tashqari nafasga yordamlashadi-da. Ko'krak gumbazi yuqoriga ko'tarilib, pastga tushadi. Shu sababli bosim hosil bo'ladi. Endi kasallikning patogeneziga to'xtalamiz. Kasallikning patogenezida nimalarni ko'rishimiz mumkin? O'pka parenximasi zararlanganda nimalar bo'ladi? O'pka parenximasi zararlanganda surunkali yallig'lanish, alveolararo septallarning fibroblastlar bilan infiltratsiyasi, ya'ni fibroblastlar keladida, u yerda fibrozlantirishni boshlaydi. Kollagen yig'ilish va fibroz. Mana kollagenlashib, fibrozlashib ketyapti. Bu esa nimaga olib keladi? O'pka elastikligini kamaytiradi. Kollagen bor, fibroz bor, o'pka kengaya olmay qoladi. Elastikligi kamayib ketadi. Gaz almashinuvi yuzasi kamayadi. Diffuziya buziladi bemorda. Gipoksemiya bo'ladi. Giperkapniya kuzatiladi. Alveolar qattiqlashadi va o'pka hajmi kamayadi. Restriksiya hosil bo'ladi. Endi ekstrataralkal sabablarda nima bo'ladi? Mushaklar zaifligi yoki siklik deformatsiyasi natijasida ko'krak qafasi kengaya olmay qoladi. Nazoratsiz kichik hajmli nafas olinadi. Tez nafas olinadi, hansiraydi. Bu esa ventilyatsiya yetishmovchiligiga olib keladi. Mexanizm juda ham oson. Mana shu joyini to'xtatib, yozib olib, yaxshilab tushunib o'qisangiz, kasallikni restriktiv kasallik mexanizmi oson. Yallig'lanish bo'ldi, alveolar septallarning fibrozlanishi bilan infiltratsiya hosil bo'ldi, kollagen yig'ildi, fibroz, o'pka elastikliigi kamaydi. Gaz almashinuvi yuzasi kamayadi va bu esa diffuziyaga olib keladi, gipoksemiya, giperkapniya holatlari kuzatiladi. Narigi ekstrataralkal sabablarida esa shu mushak zaifligi, deformatsiyalari, ko'krak qafasi kengaya olmaydi, ko'krak qafasimiz kengaya olmaydi bunda. Nazoratsiz kichik hajmdagi nafaslar oladi va ventilyatsiya buzilishi. Yetishmovchiligi, ya'ni kislorod yetishmovchiligi kuzatiladi bemorda. Makroskopik, mikroskopik ko'rganimizda nimalarni ko'ramiz? Makroskopik bemorni o'pkasini ochib ko'rganimizda o'pka kichiklashgan, atrofiyalanib ketgan. Nimaga? Chunki ishlamayapti. Elastikligini yo'qotgan, zich, silliq yoki fibrozlanib ketgan. Rangi och, kulrang yoki ko'kimtir. Karbon tangrid borligi sababli ko'kimtir. O'pkaning yuqori yoki pastki zonalari bo'yicha farq qilishligi mumkin.
Undan tashqari esa mikroskopda ko'rganimizda bemorda umumiy holatda fibroz, albatta, alveol devorlarida kallagen va fibrozlar ko'paygan, alveollar septallar qalinlashib ketgan, yaralanish infiltratsiyasi, limfositlar, makrofaglarni ko'ramiz. Honeycomb lung, ya'ni yuqorida aytganimizdek IPF uchun patogenomik, ya'ni alveollar o'rnida kissasimon bo'shliqlar hosil bo'lishni boshlaydi va pnevmokaniozda chang zarrachalari, gand hujayralari, asbest tanachalari, ferruginez bodislar hosil bo'ladi. Ya'ni asbest tanachalari rivojlanar ekan. Sarkoidozda esa epitelioid granulamalar bemorda hosil bo'lishni boshlaydi. Epitelioid granulamalar hosil bo'lishni boshlaydi va kislorod bilan to'lish kerak bo'lgan o'sha alveollarning o'rniga mana shunday mana yuqorida sanab o'tganimizdaqa nimalar hosil bo'lib boshlaydi? Kissasimon bo'shliqlar, chang natijasida asbest tanachalari, granulomalar hosil bo'lishni boshlaydi va o'pka kengaymayapti. Kasallikning oqibati nimaga olib keladi? Kasallikning oqibatida biz ko'rishimiz mumkin bo'lar ekanki, surunkali respirator yetishmovchilik, pulmonar gipertenziya, albatta, kor pulmonali, ya'ni patologiyada o'pkada, lekin kislorodni qonga yetkazib beraman deb yurak zo'r qilib ishlaydi, o'pka yuragi rivojlanadi. Sekundar infeksiyalar, o'pka fibrozlarining terminal bosqichi va o'pka arteriya tromboemboliyasi, ba'zilarda o'pka saratoni rivojlanib ketishligi mumkin. Asbestozda mezotelinoma rivojlanar ekan. O'lim sababi nima bemorda? O'lim sababi gipoksemiya, albatta, kislorod kamayib ketdi. Yurak o'ng bo'limi yetishmovchiligi, kor pulmonaliga o'tib ketgandan keyin bemorda pnevmoniya, ventilyatsiya yetishmovchiligi, hayot sifatini jiddiy yomonlashuvi kuzatiladi. Bemor jismoniy faollikni to'xtatadi. Davolash terapevtning cheklanganligi, ya'ni IPFlar faqat antifibrotiklar va transplantatsiyaga muhtoj bo'lib qolar ekan. Mana ko'rishligimiz mumkin bo'ladi o'pka restriktiv kasalligi bilan og'rigan bemorni o'pkasini. Demak, bugun gaplashib chiqqan mavzuyimiz hammaga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. O'pka restriktiv kasalligi haqida yetarlicha gaplashdik. Ya'ni kasallikning ta'rifi, etiologiyasini ikkita guruhga bo'ldik, patogeneziga o'sha ikkita guruhga bo'lib etiologik sababni birma-bir bosqichma-bosqich ko'rib chiqdik ikkalasini ham. Makro mikro ko'rinishi, kasallikning oqibati va o'lim sababi va nima haqida gaplashdik? Makroskopik ko'rinish haqida suhbatlashdik. Bugungi darsligimiz, bugungi kasalligimiz hammaga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Alloh qodir qilgancha tushuntirishga harakat qilyapman. Siz ham ilmingizni ziyoda qilsin. Ikki xil ruchkadan foydalangan holatda darslarni konspektlashtirib, yozilayotgan ma'lumotlarni o'qisangiz, yana ham qo'shimcha ma'lumotlardan foydalanib o'qisangiz, eslab qolishingiz osonroq bo'ladigan tarzda ma'lumotlarni tushunarlisini, aynan keraklisini olib yozganmiz kitobimizda. Inshaalloh manfaatli bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' bo'ling.